Assalomu alaykum hammaga. Hozir mana 50lik panusga chizmani chizib qo'ydik. Bu agraf qotirish uchun chizma. Devordan qayerga top qo'yganmiz birinchisini, ikkinchisi 80, uchinchisi 110. Nega 110? Mana bundan 10 sm sigardoniylar chiqib turadi. Shunda reyka xotirasidan, profil xotirasidan ishlashga oson bo'ladi. Bu yog'ini ham chap tomon devorni ham qayerga top qo'yganmiz panusga narsa qotirishimiz uchun. Hop, mana 0 yopib oldik. Mana 0'imizni, mana agrafimizni tasavvur qilamiz. Bundan mana reykani 45 ga qotirib olamiz. 45 ga qotirib olamiz. Undan 9 lik bort uramiz. 9 sm bort urib olamiz. Bortimizning tegiga to'g'rilab turib reyka qotiramiz bunisiga. Reyka qotirib, mana bunga 49 lik yopib olsanglar ham bo'ladi. Mana bortini tushirib, buni bortini qo'yib olib, buni 50 qo'yib olsanglar ham bo'ladi. Bunaqasiga ham ishlayveradi. Hozir men bortini qo'yib olib 50 likga ichganman. Xuddi mana ko'rinishda bo'ladi. Mana patsetkalar bo'ladi. Mana elektrik xolasi bu yoqqa, xolasi bu yoqqa, xolasi o'rtaga patsetkasini yopishtiradi. Mana bitta bortingiz chiqib turibsizlar, qo'lni nurni mana yoqqa beradi. Mana hech qayerga sinmaydi, egilmaydi, bukilmaydi, xuddi shunaqa chiqadi.